Talabalarning malaka amaliyot jarayonida tabiiy fan yo'nalishida dunyo tomonlari, kompas, yer va uning koinotdagi qo'shnilari, tabiatda suvning aylanishi, koinotga parvozlar mavzularida o'tkazilgan ochiq dars mashg'ulotlari juda qiziqarli va ta'sirchan uslubda tashkil etildi. Ayniqsa, darslarning sun'iy intellekt imkoniyatlari hamda innovatsion o'qitish uslublari, milliy ta'lim metodlari asosida olib borganligi boshlang'ich ta'lim sifatini yanada yuqori bosqichga ko'tarilishiga xizmat qildi. Hozirda biz olib borayotgan ushbu malakaviy amaliyot jarayoni oliy ta'lim tashkiloti va umumiy o'rta ta'lim bilan uzviy hamkorlik bo'lib, u klasterni belgilaydi. Bizning asosiy metodologik maqsadimiz talabalarda nafaqat nazariy bilimni, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirish ham hisoblanadi. Eng asosiy maqsadimiz esa ularga bolalarni psixologik holatini, ota-onalar bilan ishlashni, keng jamoada o'zini tutishni o'rgatish va shuni amaliyotda qo'llashga tatbiq qilish. Talabalarimiz ushbu amaliyot jarayonida maktab hujjatlarini yuritishni, sinf rahbari hujjatlarini, ota-onalar bilan ishlash hujjatlarini yuritishni o'rganishmoqda. Undan tashqari ular har doimgidek kutubxona faoliyati, oshxona faoliyati, fan xonalarini yuritishni o'z ish jarayonida ko'rib bormoqdalar. Talabalarimiz shuningdek boshlang'ich sinf xonalarini jihozlashni ham amaliyot jarayonida o'rganib borishmoqda. Davlatimiz rahbari ham iste'dodli yoshlar tarbiyasiga e'tibor qaratib, yurtimizda yashayotgan har bir bolaning o'ziga xos qobiliyati va iste'dodini o'z vaqtida payqash, tarbiyalash va yuzaga chiqarish nafaqat ota-onaning ezgu maqsadi, balki jamiyat va davlatning burchi ekanligini unutmaslik kerak degan edilar. Shu bois boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi va yo'l harakati qoidalarining puxta o'rgatilishi ijobiy ahamiyatga ega. Shu bilan birga, amaliyotchi talabalarning kompyuter texnologiyalaridan foydalanish orqali o'z bilim va salohiyatini oshirib borishida bevosita yangi jihozlar, texnik vositalarning ahamiyati katta bo'ldi. Bu oliy ta'lim bilan hamkorlikning asosiy maqsadi talabalarning nazariy olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini shakllantirishdan iborat va maktabda ularning pedagogik mas'uliyatini his qildirishdan iboratdir. Bu kelajakdagi pedagoglarga asosiy poydevor hisoblanadi. Kelgan talabalarni mahoratli o'qituvchilarga berkitib, ulardan sinf rahbarlik faoliyatini, dars davomida o'zini tutishini va dars jarayonlarini o'rganishda amaliy yordam berishadi. Pedagogik tajribalar asosida olib borilgan dars mashg'ulotlari bevosita kasbiy rivojlantirish uslublarini joriy etish orqali bo'lg'usi pedagoglar o'zlarining nutqiy qobiliyatini yana bir bor sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Amaliyot jarayonidagi ochiq dars mashg'ulotlari nafaqat bilim va tajriba, balki diqqat, iroda, sabr-toqat va ruhiy barqarorlikni talab qilgani bois talabalar uchun alohida ahamiyat kasb etdi. Aynan shunday mashg'ulotlar orqali bo'lg'usi pedagoglar o'z ustida ishlashni, maqsadga intilishni va intizomli bo'lishni o'rgandilar. Kunduz juda ko'p ishim, kechda tugar yumushim, shunda chiqib osmonga nur sochaman har yonga. Fazogirlar ilmli va kuchli bo'lishi kerakmi? To'g'ri. Fazoga uchish faqat o'yinmi? Bir tomonida yoz, bu tarafida bahor, bu tarafida qish, bu tarafida ko'z fasli hisoblanadi. She'rlar yod olib kelishgan, hozir shularni eshitsak. O'tkazilayotgan ochiq darslarda masalan yil fasllari, yo'l harakati qoidalari yoki sayyoralar mavzularimizni oladigan bo'lsak, bu dars jarayonlarida interfaol metodikalardan juda ko'plab foydalanilmoqda. Bu o'quvchilarni kelajakda faqat nazariy bilimlarni egallab qolmasdan amalda qo'llash, ularda kompetensiyalar shakllanadi. Urganch shahar 1-son umumiy o'rta ta'lim maktabida amaliyot o'tkazishimizning asosiy sababi bu yerda yetarlicha sharoit yaratilgan. Bizning barcha talabalarimiz yetarlicha shart-sharoitlarga ega bo'lgan sinf xonalarida malakaviy amaliyotini o'tkazadilar. Bundan tashqari bu yerda faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarimiz qo'ldan kelgan yordamlarini talabalarimizga berishadi. O'zining tajribalarini bemalol ulashishadi.
Xulosa qilib aytganda, Urganch davlat pedagogika instituti talabalarining 4+2 dasturi asosida olib borilayotgan malaka amaliyoti bugungi kunda innovatsion o'quv uslublarini keng joriy etish, xalqaro ta'lim standartlariga moslashish imkonini beradi. Malaka amaliyotida talabalar zamonaviy ta'lim standartlaridan foydalanishning yangicha usullari, o'yin debatlar, bahs-munozara, interaktiv jamoaviy o'yinlar orqali kasbiy mahoratini oshirib borishmoqda.